Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan fuqaroning arizasi asosida tezkor tadbir o'tkazildi. Natijada Sergeli tumani gaz ta'minoti bo'limida ishlovchi mas'ul shaxs tuman hududida joylashgan hujjatlari noqonuniy bo'lgan savdo shoxobchasini tanishlari orqali 16 ming AQSh dollarga rasmiylashtirib berish hamda ushbu savdo do'koniga gaz tarmog'ini ulash uchun ruxsatnoma olib berishni va'da qilib 5 ming AQSh dollar talab qilib, jami talab qilingan 21 ming AQSh dollar pullarni murojaatchidan olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. 21 mingga nima qilib berishdi kerak edi aka? Do'konni ishlataman degan do'konni beraman dedi. Men ketkizgan rasotimga. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismi A bandi, 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz korrupsion jinoyatlarga duch kelsangiz yoki sizda biror bir ma'lumot bo'lsa, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 102 raqamiga murojaat qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashaylik. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushgan murojaatga ko'ra, poytaxtning Yunusobod tumanida o'g'irlik jinoyati sodir etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanning 2-mavzesida joylashgan mas'uliyat cheklangan jamiyatidan noma'lum shaxs ichida 50 ming AQSh dollar miqdorida pullar bo'lgan seyfni o'g'irlab ketgan. Ichki ishlar organlariga kelib tushgan xabar asosida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati Jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan jinoyatda gumonlanganlarni aniqlash va jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Natijada mazkur jinoyat tashkilotchisi 1988-yilda tug'ilgan Bobir ismli shaxs, 2000-yilda tug'ilgan Sherzod va mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyatida haydovchi lavozimida ishlovchi Abdurahmon ismli shaxs ham qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyat sodir etilishi va pullarni o'g'irlanishida mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyatida haydovchi bo'lib ishlovchi Abdurahmon ismli shaxs ham qo'shtirnoq ichidagi yordamini bergan. Ya'ni ofisga pullarni o'g'irlashga kelgan Sherzod ismli shaxsga samokat, buyurtma yetkazuvchilar sumkasi va shlem kaskasini bergan. Mazkur shaxs esa tunda Yunusobod tumanida joylashgan ofisga kelib, yerto'lada ichida 50 ming AQSh dollar puli bo'lgan seyfni olib, voqea joyidan yashiringan. Shaharni bedarvoza deb bilgan mazkur shaxslar endilikda qilmishlariga qonun oldida javob beradi. Sodir etilgan har qanday jinoyat tezkor qidiruv xizmati tezkor vakillari tomonidan albatta fosh etiladi. On 15-kuni o'tirdik kafeda. 22-kuni kech payt rohatda Sherzod bilan ko'rishdik. Sherzod o'zini o'sha skuter, shlem, o'sha anaqalari bilan keldi. Hamma ma'lumotlarni ularga kelgan aytdim men. Keyin o'sha kuni kalitni so'rashda kalitni berdim ularga. Kalitni bergandan keyin oradan 3 kundan keyin ular kalitni menga qaytarib berishdi. Seyfni qayerdaligini so'rashuvdi, aytdim seyfni qayerdaligini, shunaqa podvalda deb. O'zim avtomashinamda men Yunusobod 2-zahaga borib, Sherzodni qo'ydim va ofisga u kirib ketdi, men ketdim. Shahrsanskiyda uni men kutib turdim. Yunusobodda aytilingan joyga bordim, ofisga o'g'irlik uchun. Bu yerga kirib, to'g'riga kirib, podvalga tushib, seyfni buzib, sumkaga solib, olib chiqib ketdim. U Shahrsanskiyga keldi va men seyfni oldim. Men 4 mingni oldim, Malika bozorini oldida. Ahmoqlik qildik-da, ahmoqlik, kalta fahmlik qildik bu yerda, oqibatini o'ylamadik. Umuman qaytib bu yo'lga hattoki yuzimni ham burmayman, men va'da beraman, qasam ichaman. Qattiq adashdim bir. Faqat bir marta imkoniyat beringlar, iltimos. Uyatga qoldim, oilamdan, farzandlarim oldida uyatga qoldim. Hurmatli prezidentimizdan kechirim so'rayman. Xalqdan, oilamdan, farzandlarimdan. Hozir qattiq pushaymondaman.
Prezidentimdan, xalqimdan kechirishlarini yana bir marotaba so'rab qolaman. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur moddaga ko'ra sud hukmi bilan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Qonun ustuvor, jinoyatga esa jazo muqarrar. Men faoliyatim davomida pichoq bilan bog'liq sodir etilgan jinoyatlarga ko'p bora duch kelganman. Ularni ommaviy axborot vositalarida yoritganman. Aql ketganda doim oldimizda pichoq bo'lishi biz uchun salbiy oqibatlarni yuzaga keltirib o'tadi. Masalan, ikki shaxs tortishib qoldi. Ular orasida qandaydir bir muammo bor. Agar o'sha ikki shaxsning yonida bittasida pichoq bo'ladigan bo'lsa, aql ketgan paytda o'sha pichoq bilan narigi boshqa shaxsni jarohatlab, uning hayotiga nuqta ham qo'yishi mumkin. Mana shu o'rinda ota-onalarga murojaat. Siz farzandingizni sumkasini, cho'ntagini hech tekshirib ko'rganmisiz? Unda odamni o'ldirsa bo'ladigan yoki jarohatlasa bo'ladigan pichoq bormi, yo'qmi, hech e'tibor berganmisiz? Ko'pchilik bu savolimga yo'q deb javob berishi mumkin. Shu kundan, shu soatdan boshlab siz farzandingizni buyumlariga e'tiborli bo'ling. U oldida nima olib yuribdi? Masalan, pichoq olib yurgan bo'lsa, unga o'rinli va nazorat savollarini berishingiz shart. Bu pichoqni nega olib yurasan? Men jinoyat sodir etib, tergov hibsxonasida o'tirgan shaxslar, gumonlanuvchilar bilan suhbatda aynan mana shu savolni ularga berganman. Siz o'sha janjal vaqtida pichoqni qayerdan oldingiz? Nima sababdan pichoqni yoningizda olib yurgandingiz degan savolni bersam, ular odatda o'zimni himoya qilish uchun deb javob berishadi. Bugungi kunda yurtimiz tinch, ko'chalarimiz obod. Kunning istalgan paytida istagan inson xohlagan joyiga piyoda ham borishi mumkin. Xavfsizlik yuqori darajada ta'minlangan. Inson ko'chada yurish uchun, xavfsiz yurish uchun pichoq olib yurishi shart emas. Kim bilandir kimdir tortishib qolsa, o'sha pichoq ishga kirishishi mumkin. Birovning umriga zomin bo'lishi mumkin o'sha pichoq. Aslida pichoq faqatgina bizga oshxonada biror bir taomni tayyorlash uchun, uni iste'mol qilish uchun yoki bir shirindan shakar mevalarni kesib olish uchun kerak bo'ladi. Mashinada, transport vositasida, yonida pichoq olib yurish yaxshilik bilan tugamaydi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-2 moddasida pichoqni olib yurganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilab o'tilgan. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Agar pichoq bilan kimgadir qasddan badanga og'ir shikast yetkaziladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasiga ko'ra gumonlanuvchiga sud hukmi bilan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Pichoqni ko'tarib olib, ko'chani buzvoraman degan yoshlar qo'shtirnoq ichida albatta yetarlicha topiladi. Maktabda uni inspektor psixolog nazorat qilishi mumkin. Lekin oiladachi? Mana shu savol bugun bizni qiynamoqda. Meni taajjubga soladigan, meni achinishga majbur qiladigan, o'ylantirib qo'yadigan ham aslida savol shu. Yoshlar nega pichoq olib yuribdi? Pichoqni ko'zdan kechiradigan bo'lsangiz, u oshxonada ishlatiladigan pichoq emas aslida. U kimgadir qasddan shikast yetkazishi mumkin bo'lgan pichoq bo'ladi ko'rinishida. Agar siz farzandingizni nazoratga olmasangiz, kuni kelib kim bilandir tortishib qoladi yo janjallashadi. Aynan o'sha oldida olib yurgan pichoqni ishlatishi mumkin. Bu esa kimnidir erta hayotdan olib ketishi mumkin. Sizning farzandingiz sizga qanchalik aziz bo'lsa, boshqa birovning farzandi ham o'sha ota-onaga shunchalik aziz. Ne umidlar bilan o'sha farzandini katta qilyapti, maktabda o'qityapti yoki
oliy ta'lim muassasasiga pul to'lab jo'natyapti. Sizning farzandingizni qilgan jinoyat sabab bitta oilaning quvonchi ketib qolishi mumkin narigi dunyoga. Biz jinoiy javobgarlik bor, ma'muriy javobgarlik bor deb qayta aytaverishimiz nimadan deb o'ylaysiz? Aslida jamiyatda aynan pichoq bilan bog'liq sodir etilayotgan jinoyatlar borligi uchun biz huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari sizni ogohlikka, uyg'onishga, sergak bo'lishga chaqiryapmiz. O'g'lim yoki farzandim, iltimos, pichoqni olib yurma. Pichoq faqatgina oshxonada kerak bo'lishi mumkin degan tarbiyani bersangiz, unga o'git bersangiz, tarbiyasini, uning yurish-turishini nazorat qilsangiz, ertaga farzandingizdan yaxshi xulq, rahmat eshitasiz orqasida. Men jinoiy javobgarlik haqida eslatib o'tdim. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda qanday jarima borligini aytdim. Ayanchli oqibatlarini ham aytib o'tdim. Lekin xulosa qilish, farzandingizni, ukangizni yoki kerak bo'lsa akangizni nazoratga olish bugun sizning qo'lingizda. Yosh bola, maktab o'quvchisi, universitet talabasi yonida pichoq olib yuribdimi? Uni tartibga chaqirib qo'yish kerak. Unga biroz bo'lsa-da sergak tortishga majbur qiladigan gaplarni aytish kerak albatta. Lekin ba'zida bu gaplarni eshitmaganlikka oladigan yoshlar ham bor. Ming afsuslar bo'lsinki, o'sha jazo muddatini o'tayotgan yoshlar, shaxslar bilan gaplashganimda, agar yana qaytib shu kun kelsa, pichoqni qo'limga ham ushlamasdim deb bot yig'lab gapirib bergan. 4 tomoni panjara, ozodlikdan mahrum bo'lgan holda umr o'tkazish yaxshimi? Universitetda, oliy ta'lim muassasasida o'qib, jamiyatga foyda keltiradigan shaxs bo'lib yetishib, chiroyli umr kechirgan yaxshimi? Albatta, ikkinchi variant bizga yarashadi. Siz-u bizga yarashadi. Farzandlarimizga yarashadi. O'ylab ko'ring, xulosa chiqaring. Mazkur video ostida siz ham o'z izohlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.